Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor xush kelibsizlar. Bugun gulkaram pishirib va gulkaram uchun sous tayyorlaymiz. Bir dona gulkaramni gullarini shoxlaridan ajratib olamiz. Xohishga qarab katta yoki mayda bo'laklarga bo'lib chiqsa ham bo'ladi. Gulkaramni bo'laklarga bo'lib yaxshilab yuvilgandan keyin qozonga suv quyib qaynatdim. Qaynagan suvga bir osh qoshiq tuz soldim. Tuzli qaynagan suvga bo'laklarga bo'lingan karamni solib 8 minut qaynatdim. Gulkaramni 8 minut qaynatib, suvdan ajratib oldim va sovitishga qo'ydim. Karam sovugunicha biz klar tayyorlaymiz. Klar uchun 2 dona tuxumni idishga chaqib solinadi. Ustidan tabga va xohishga qarab ziravorlar va 2 osh qoshiq un soldim. Quritilgan petrushka va murch soldim. Tuz ishlatmadim. Xohlaganlar tuz solishi mumkin. Qizigan qozonda yog' qo'yiladi. Qaynatib sovitilgan gulkaromni tayyorlagan klarga botirib olinadi va qizigan yog'ga solinadi. O'rta olovda qizarguncha qovuriladi. Tayyorlagan gulkaramimiz uchun sous tayyorlashni ko'rsatib beraman. 2 dona pomidorni teng 2 ga bo'lib chiqdim. Qirg'ichni katta tishidan chiqardim. 3 dona sarimsoq piyozni esa qirg'ichni kichkina tishidan chiqardim. Tabga va xohishga qarab zelenlardan to'g'rab solinadi. Men ukrop bilan petrushka ishlatdim. Va tabga ko'ra tuz solib yaxshilab aralashtiriladi. E'tiborlaring uchun katta rahmat. Hammaga yoqimli ishtaha tilab, keyingi videomgacha xayrlashaman.